qaranglar-da. Siz bilan biz hamchi 100 yildan keyin mana shu yerda o'tirganlardan bittamiz bo'lmaymiz. Rozimisizlar? 100 yildan keyin bu yerda o'tirganlardan bittasi qolmaydi. Xuddi 100 yil burungilardan birortasi qolmaganidek. Rasulullohga duch kelgan kunimizda bizdan savol so'ralsa, uyalib qolmaymizmi? Meni sunnatini tatbiq qilishlikda, meni dinimga yordam berishlikda biron g'ishni ustiga qo'yganmisan desa, yer chizib qolmaymizmi? Payg'ambarimiz aytganlar: ummatimdan bir toifa haqda zohir bo'lgan hollarida bardavom bo'lurlar. Doim haqda turadi ular. To Allohning amri kelgunicha ularni xorlaganlar ularga zarar yetkaza olmaslar. Parvardigor ana shu bandalarning qatorida qilgin desin. Haqda sobit turib, Allohning hukmi kelguncha dinga ansor bo'lgan kishilardan